Dumani raisi Volodin mehnat muhojirlarini Rossiyada huquqlarini yana bor qiyinlashtirishga qaratilgan qonunlarni qabul qilish haqida gapirib chiqdi. Samarada millatchi deputat Matveyevga hujum qilgan mehnat muhojirlar sud zalida ozod qilindi. Rossiyada hozirgi kunda 80 mingga yaqin Hindiston fuqarolari ishlamoqda. Yaqin vaqtda yana 40 mingta hind fuqarosi kelish haqida rasmiy ma'lumot chiqdi. Moskvada tojikistonlik ayol kosmetolog sifatida noqonuniy ishlaganligi uchun qo'lga olindi. Rossiyaning Dumasiga qarzlari bor mehnat muhojirlarga patent bermaslikka qaratilgan qonun kiritildi. Xabarovskda OMON tomonidan urib o'ldirilgan O'zbekiston fuqarosi haqida yangi ma'lumotlar keldi. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Bugun 11-yanvar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Yil boshidan shu Xabarovskdan bir yangiliklar keldi. Bu yangiliklarga binoan bu yerda shu reyd natijasida OMON xodimlari ikkita O'zbekiston fuqarosini kaltalagan, natijada bittasi vafot etgan, ikkinchisi esa komaga tushib qolgan. Bu ma'lumotlar paydo bo'lgandan keyin shu zahot O'zbekistonning hukumati Rossiyaga rasmiy bir so'roq yubordi, notalar yuborildi va Rossiya hukumatidan rasmiy batafsil ma'lumot berishni talab qilishdi. Hozirgi kungacha Rossiyaning Ichki ishlar vazirligi tomonidan yoki tergov qo'mitasi tomonidan bir qandaydir to'liq batafsil ma'lumot yetkazib berilmagan, lekin shu norasmiy kanallardan har xil ma'lumotlar kelmoqda. Masalan, shu reydga asos bo'lganligi bir voqealar haqida ma'lumot keldi. Xullas shu dekabr oyida bir Rossiya fuqarosi shu общежитиеda hostelda turgan bo'lgan va kimdir bilan urushgan. Natijada Rossiya fuqarosiga jarohatlar yetkazilgan. Bundan keyin u politsiyaga murojaat qilgan va aynan shu voqealardan keyin OMON xodimlari общежитиеga reyd bilan kelishgan. Reyd jarayonida qo'liga tushganlarni kaltaklashgan. Kaltaklashni ko'tara olmasdan bir O'zbekiston fuqarosi vafot etgan. Ular bu voqeani bir qandaydir oddiy bebaxt hodisa deb chiqarishmoqda. Albattaki hammani esida shu bir necha oy oldin shu reyd natijasida ozarbayjonlik mehnat muhojirlar ham Yekaterinburgda o'ldirilgan va bundan keyin juda ham bir katta xalqaro skandal bo'lgan. Esingizda bor bo'lsa, unda Ozarbayjon Rossiya bilan bir nechta o'z loyihalarini to'xtatib qo'ygan va Rossiya fuqarolariga nisbatan Ozarbayjonda bir nechta har xil harakatlar bo'lgan. Va mana endi bunday hodisa takroriy O'zbekiston fuqarolariga nisbatan yuz berdi. Bu degani shu o'tgan bo'lgan voqealardan shu nazorat qiluvchi organlar qandaydir to'g'ri xulosa chiqarishmagan. Men niyat qilamanki, bu voqealardan keyin Rossiyaning prokuratura, FSB, tergov qo'mitasi bu harakatlarga yo'l qo'ygan xodimlarni jinoyat javobgarlikka tortadi va mehnat muhojirlarini reyd qilib tekshirayotgan xodimlarni qattiq nazoratga olishadi. Eslatib o'tmoqchiman, mehnat muhojirlar hech qanday qonunbuzarliklarga yo'l qo'yishmagan. Agarda mehnat muhojirining hujjatlari joyida bo'lmasa, bu jinoyat emas, balki ma'muriy qonunbuzarlik. Va bunday kuch ishlatish birinchi bo'lib Rossiya qonunchiligiga teskari. Rossiyaning Dumasining raisi Vyacheslav Volodin 2026-yilda mehnat muhojirlarini huquqlariga tegishli yangi qonunlar qabul qilinishi haqida gapirib chiqdi. 6-yanvar kuni shu endi yil boshlangandan beri Rossiyaning Dumasining raisi birinchi bo'lib biz mehnat muhojirlar uchun yana bir kuchliroq qonunlarni qabul qilishimiz kerak deb gapirib chiqdi. Men bu akamizning so'zlarini o'rganib chiqdim. Bu akamizning so'zlari bo'yicha 2026-yilda mehnat muhojirlarini qalbaki registratsiyalar uchun ko'proq jinoyat javobgarlikka tortish kerak. Bes patent yurish tartibini alohida nazoratga olish kerak va mehnat muhojirlarga tegishli yana ham ko'proq ma'lumotlarni yig'ish kerak. Masalan, Rossiyaning tibbiy tashkilotlari majburiy ravishda tibbiy xulosa haqidagi ma'lumotlarni Rossiyaning Ichki ishlar vazirligi topshirishi, shuningdek, infeksion kasalliklarni aniqlangan taqdirda Rospotrebnadzor tomonidan mehnat muhojirlariga tezroq zapretlar qo'yish haqida gapirib chiqdi. Xullas, bu akamizning fikri bo'yicha 2025-yilda mehnat muhojirlarga nisbatan qilingan harakatlar yetarli emas. 2026-yilda ularni yana ham kuchaytirish kerak.
Bunday gaplarni eshitib to'g'risi men hayron bo'ldim. Nihoyatki yil boshida Rossiyada mehnat muhojirlaridan nisbatan boshqa problemalar yo'q. Bu bir tomondan. Ikkinchi tomondan hammamiz ko'rib turibmiz-ku, qanchalik Rossiyaning iqtisodiyotiga 2025-yilda aynan mehnat muhojirlariga qarshi bo'layotgan vaziyat qancha zarar olib keldi. Mehnat muhojirlar yo'q bo'lganligi uchun Rossiyada qancha bizneslar yopilib ketdi. Bu haqida gapirmaydimi bu akamiz? Do'stlar, 2026-yilda uyga pul yubormoqchi bo'lsangiz, Mir privilegiya orqali yuboringlar. O'shanda siz Rossiyadagi Saxovat fondiga 2026-yilda ham ishlashga yordam berasizlar. Hoshiyadan silka chiqadi, yuklab olinglar va pul yuborayotganingizda promokod O'zbek terishni unutmanglar. Keyingi yangilik Moskovskiy oblastning Podolskiy rayonidan keldi. Bu yerda bir katta общежитие bor, hostel. Bu hostelda asosan hujjatlari joyida bo'lgan 1000 taga yaqin mehnat muhojirlar yashab kelmoqda edi. Aynan shu hostelga Rossiyaning politsiya xodimlari va harbiy idora xodimlari reyd bilan kirib kelishdi. Reyd natijasida 1000 tadan ortiq shaxs tekshirildi. Ulardan 90 tasi Rossiya fuqarosi bo'lib chiqdi va ular harbiy xizmatdan o'tmaganligi aniqlandi. Alohida aytmoqchiman, bu reydda shu rus tili bilish darajasini aniqlashga qaratilgan harakatlar olib borilgan. Можете прочитать, что у нас на проходе написано? Да. Что написано? Это мы, Абдулла. Что? Абдулла. А какой вот этот цвет, знаете? Зеленый. Русский язык? Да, экзамен Чуть. сдавали. Да. И как сдали? Купили? Да. Bu to'g'risini aytsam bir yangilik. Ilgari politsiya xodimlari rus tili bilishingizni tekshirishmasdi. Endi esa mana Moskovskiy oblastida rus tili bilishingizni ham ular tekshirishni boshlashdi. Va bu haqida rasmiy ma'lumot berishmoqda. Bu nima degani? Qo'lingizda rus tili bilishingiz haqida sertifikatlar yetarli emasmi? Endi politsiya xodimlari yana rus tilini tekshirish boshlashadimi? Mening fikrim bo'yicha bunday harakatlarga politsiya xodimlarida vakolatlar yetarli emas. Siz nima deb o'ylaysiz? Kommentariyada yozinglar. O'z o'rnida Moskvaning Basmanniy rayonida joylashgan 3 ta hostel sud qarori bo'yicha yaqin vaqtda yopilishi kerak. Bu yangiliklarni umumiy qilib qaraganimizda yaqin vaqtda Rossiyada ko'p hostellar yopilishi hech gap emas. O'tgan yili Samarada millatchi deputat Matveyevni kaltalagan 3 ta mehnat muhojir sud zalida ozod qilinishdi. Eslatib o'taman, 18-iyul 2024-yilda millatchi deputat Matveyev Samarada mashinada harakatlanib kelgan. U ko'chada mehnat muhojirlarini ko'rgan, ularning yoniga kelib, o'z e'tirozini bildirishni boshlagan. Natijada bir mehnat muhojir qo'ldagi tayoq bilan Matveyevni boshiga solgan. Shu zahot millatchi deputat Matveyev politsiyaga murojaat qilgan va 3 ta mehnat muhojir qo'lga olingan. Natijada 29-dekabr 2025-yilda bu yigitlar sudlanishgan va sud ularni harakatlari uchun 1 yil qamoqda o'tirganligi yetarli deb va natijada ular sud jarayonida ozod qilinishgan. Millatchi deputat Matveyev bu sud qarori bilan norozi va yaqin vaqtda apellyatsiya topshirish haqida o'z Telegram kanalida rasmiy ma'lumot berdi. Moskovskiy oblastning Sergeyev-Posadskiy rayonida katta reyd bo'lib o'tdi. Reyd natijasida 20 ta mehnat muhojir Rossiyadan vidvoreniya bo'ladi. Bularning ichida 16 tasini patentlari annuliron bo'lgan va yana 4 tasini o'qiyotganligi haqida hujjatlari annuliron bo'ldi. Bu degani ularning qo'lida shu Rossiyaning vuzlariga zaochniy kirganligi haqida hujjatlari bor bo'lgan, lekin ular qonunbuzarlikka yo'l qo'yganligi uchun shu o'qish hujjatlari ham endi annuliron bo'ldi. Shu uchun do'stlar, agarda siz Rossiyada student hujjatlari bilan yurayotgan bo'lsangiz, juda ham ehtiyot bo'linglar. Qonunchilikni yaxshilab o'rganib chiqinglar. Bizning kanalimizda shu studentlarga tegishli videolar juda ham ko'p. Bu yerda shu haq-huquqlaringiz haqida ma'lumotlarga to'liq ega bo'lishingiz mumkin. Rossiyada Hindistonning elchisi Vinay Kumar rasmiy ma'lumot bilan chiqdi. Uning ma'lumotiga ko'ra, 2025-yil oxirida Rossiyada 80 mingga yaqin Hindiston fuqarolari ishlab kelishmoqda. Ular asosan qurilish va tekstil sanoatlarida ishlab kelishmoqda. Va yaqin vaqtda Hindistondan Rossiyaga yana 40 mingta hind
ishchilari kelishga tayyorgarlik ko'rishmoqda. Eslatib o'taman, 2025-yilda Rossiya prezidenti va Hindiston rahbariyati o'rtasidagi uchrashuvdan so'ng mehnat kuchiga tegishli memorandum imzolangan. Bu hujjat Hindiston fuqarolariga Rossiyada ishlash uchun qonuniy asoslarni yaratgan. Eslatib o'taman, ular hech qanday ekzamenlar topshirishmaydi. Primoy Rossiyaning ish beruvchilarini zaявkalari bo'yicha Hindistondan Rossiyaga olib keltiriladi. Hammamiz ko'rib turibmiz, Rossiyaning internetlari hindistonlik yigitlarning videolari bilan to'lib ketdi. Va rus millatchilariga eng yoqmaydiganlardan biri bu hindistonliklarning rus ayollari bilan olayotgan videolari. Xullas hammamiz shu rus millatchilarni hindistonlik ishchilarga o'z e'tirozini bildirishni boshlashini kutmoqdamiz. Moskvada kosmetolog bo'lib ishlayotgan tojikistonlik ayol qo'lga olindi. 26 yasharlik tojikistonlik shoira Nazuloyeva ehtiyotsizlik bilan o'limga sabab bo'lganligi uchun Rossiya politsiyasi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Bunday harakatlarga asos bo'lganligi bu o'tgan yili shu rossiyalik bloger Yuliya Burtsevani o'limi bo'ldi. Bu ayol Rossiyadagi kosmetologik klinikaga murojaat qilgan va kosmetologik protseduralardan keyin vafot etgan. Shu zahot Rossiyaning tergov qo'mitasi o'z tekshiruvlarini boshlashdi. Bu opamiz litsenziyasiz ishlaganligi aniqlandi. Bundan keyin butun shu kosmetologiya klinikasi tergov xodimlari tomonidan tekshirildi. Bu klinika tojikistonliklarga tegishligi haqida aniqlandi va yaqin vaqtda klinikaning rahbariga ham choralar ko'rilishi mumkin. Do'stlar, Rossiyada o'z hujjatlaringizni tartibga keltiringlar va albatta Rosmigrant ilovasini yuklab olinglar. Bu ilova orqali siz o'zingizni shtraflaringizni, suddan qo'yilgan zapretlaringiz, sud ijrochilari tomonidan qo'yilgan qarzlaringizni va yana bir nechta kerak bo'lgan ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Xo'sh, shu yerdan Rosmigrantga silga chiqadi, yuklab olinglar va ishlatinglar. Rossiyaning Dumasiga shu qarzlari bor mehnat muhojirlariga patent bermaslikka tegishli qonun kiritildi. 2026-yil 4-yanvar kuni Davlat Dumasining Mehnat, ijtimoiy siyosat va faxriylar ishlari qo'mitasi raisi millatchi Yaroslav Nilov Dumaga qarzi bor mehnat muhojirlariga patent bermaslikka tegishli qonunni kiritdi. Uning so'zlari bo'yicha bu chora mehnat muhojir qarzdorlarni patent olish uchun qarzni to'lashga majbur qiladi. Bu millatchi deputat kiritgan g'oya bu akamizni umuman qonunchiligi bilmasligi va umuman mehnat muhojirlarining qarzlari haqida ma'lumotlarga ega bo'lmaganligi shu ko'rsatib turibdi. Hozirgi kunda 90% mikrokreditlar aynan patentni o'z vaqtida to'lash uchun olinmoqda. Ko'plab mehnat muhojirlar har xil mahsulotlarni kreditga olishmoqda. Chunki Rossiya qonunchiligi bo'yicha ularda bunday haq-huquqlari bor. Bu o'z o'rnida Rossiya iqtisodiyotiga, bank sohasiga milliard rubellar olib kelmoqda. Aynan shu kreditlarni to'lash uchun mehnat muhojirlar patent asosida ishlab, o'z oyligidan shu to'lovlarni amalga oshirib kelishmoqda. Qarz bor bo'lsa ham 1-2 oyga mehnat muhojir ishlab, oylik olib, daromad ko'rib, bu qarzlarni o'z vaqtida yopmoqda. Nilovning g'oyasi esa bu shakllangan tizimni to'xtatish va qarzga tushib qolgan mehnat muhojiriga Rossiyada pul topishga imkoniyatlarini yopib qo'yishga qaratilgan. Va Nilovning fikri bo'yicha bunday vaziyatda mehnat muhojirlar qayerdandir pul topib, hamma qarzlarini yopishadi. Afsuski bunday vaziyat faqat ertaklarda bo'ladi. Real hayotda odamlar patent ola olmasa, bu qarzlari bilan O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistonga qaytib ketishadi. Va Rossiyaning banklari minusga tushadi. Xullas, bu millatchi deputatlarning g'oyalarini ustidan o'ylaverib, to'g'risi odam charchab ketdi. Mana 2026-yil endi boshlandi va bu akalarimiz to'xtamasdan bir-biridan ahmoq bo'lgan g'oyalarni Dumaga kiritishni boshlashdi. Moskva va Moskva viloyatida bu haftada qattiq qorlar yog'di. Va bu vaziyatda shaharni JKX sohasida mehnat muhojirlarini yetmayotganligi aniqlandi. Natijada ko'plab mahalliy aholi ko'chaga chiqib, o'z qo'llari bilan qorni tozalashni boshlashdi.
Do'stlar, bugungi yangiliklarimiz shu loyihalardan iborat. Agarda savollaringiz bor bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar, biz har doim ularga javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, hurmatli vatandoshlar.